hammaga. Biz bugun sizlarga o'zbek xalqi juda ham suyib iste'mol qiladigan lag'man qanday tayyorlanishi uchun zarur bo'lgan uskunalar haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Ko'rib turganlaringizdek, bizda lag'man apparatlarining turi juda ko'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 xil turi bor. Ko'rib turganlaringizdek, bunaqangi vыбор, bunaqangi tanlov juda ham kam joylarda bo'ladi. Men birin-ketin sizlarga ko'rib ko'rsatib men sizlarga bularni birma-bir ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Xo'p, bunisi eng kichkinasi bo'lib, ko'rib turganlaringdek, tevadan xamir solinadi, pastidan tayyor kesilib chiqadi. Xo'p, bu uskunamizni ishlatish jarayoni shunaqa bo'ladi. Tayyor xamirni tevadan solinadi. Xohlasangiz buni xamir yoyadigan qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, tevadan xamirni solasizlar. Xo'p, buni ichki tuzilishlarida, mana bu yerlarida santimetrlari ko'rsatib o'tilgan, ya'ni buni burash orqali xamirni yupqa qalinligini regirovka qilsa bo'ladi. Shu orqali regirovka qilinadi va bu tomondan xamir solinganda yoyilib pastga tushadi va pichoqlaridan kesilib tagiga tayyor lag'monni chiqarib olsa bo'ladi. Xo'p, men sizlarga bularning narxlarini hammasini birin-ketin aytib beraman. Oldin ko'rsatib o'tay. Razmerlari katta kichkinalikdan farq qiladi. Ko'rib turganlaringiz mana yozib qo'ygan. Bu yerda ochib turib, bu yerda shesteronkalari bor. Shu shesteronkalar orqali aylanadi. Bular bo'shatilib, mana uni ichini shunday olib tashlasak, oddiy xamir yoyadigan bo'lib qoladi. Ya'ni bu cheburekka, somsalarga yoki monta, shunga o'xshash nimaiki narsa bo'lsa, hamma narsani xamirini yoyib beraveradi. Bu lag'man apparatlarimizning hammasini turi shunaqa bo'ladi. Kattalari ham xuddi shunaqangi siz xohlagandek xamirni yayib berish imkoniyatiga mavjud. Bu demak, bizda bu stanoklarning faqat bitta funksiya emas, ko'proq funksiyalar bajaradi. Ya'ni lag'man xamirni yoyib ham beradi, siz xohlagan turda. Ikki xil vazifani bajaradi. Narxlari ham unaqangi odamni qo'rqitadigan darajada, seskantiradigan darajada qimmat emas. Xo'sh, bunisi ko'rib turganingiz kichkina, bir qarashdan kichkinaroq bo'ladi. Turlari har xil. 1 2 aytganimdek, narxlariga keladigan bo'lsa, hozir men sizlarga birma-bir narxlarini aytib o'taman. Xo'p, birinchisining narxiga keladigan bo'lsak, $190. Mana shu ko'rib turganlaringiz $190 bo'ladi. 160 16 sm. Keyingisi 180 sm bo'ladi. 180 deb ataladi. Narxi $210. Keyingisi mana uchinchisi 200, ya'ni 20 sm, 200 bu aytiladi modeli. Borgan sari kattalashib boraveradi. Xo'sh, bunisining narxi $220. Keyingisi 220. Bunisining narxi $235 va eng kattasi bu 240 sm bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz anchagina katta bo'ladi bu. Mana tishlari. Xo'sh, bunisining narxiga keladigan bo'lsak, $250 tashkil qiladi. Xo'sh, bundan keyingilari уже katta razmerda, o'zlari ham gigant, baland, ishlab chiqarish hajmi bularga nisbatan sal ko'proq bo'ladi, ko'proq ishlab chiqaradi. Lekin funksional jihatdan ishlash prinsiplari почти bir xil bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimda xamir yoyib beradi va albatta pichoqlarni almashtirsa bo'ladi. Bularning razmerlari 25 sm, 30 sm, 35 sm bo'ladi. Oxirgilari 35 sm. Ko'rib turganingiz, bularning razmeri bilan bularning razmeridan kattalashadi. Shuning hisobiga narxlari ham balandroq chiqadi. Tevadan bunda ham xamir solinadi va xamirni regirovka qilsa bo'ladi, qalin yupqaligini. Kichkinasini ko'rsatib o'tdim bu narsani. Xo'sh, o'tirish va yoqish tugmalari bo'ladi. Ikkita tugma bilan jihozlangan. Keyingisi 30 sm. Bularning tishlariga ham ahamiyat berasizlar. Oldingi chiqqan stanoklardagi to'rtburchak bo'lgan. Bu hozirgi chiqayotgan apparatlarda ko'rib turganingiz yumaloq qilib chiroyli tarzda kesib beradi. Chiroyli lag'manlari o'ta chiroyli chiqadi. Damashqlik lag'manda, Uyg'ur lag'manda chiqarsa bo'ladi. Uyg'ur lag'man bilmadim, lekin damashqlik lag'manlarda misol sotuvda chiqayotganlarni bemalol shunda tayyorlasa bo'ladi. Azalda misol har bitta mahallada lag'man sotadigan xonadon bo'ladi. Yoshlikda hamma chiqib kelgan bo'lsa kerak, lag'man olib kel deb, bugun lag'man qilamiz, tayyorni olib kelishgan bo'ladi. Mana ishlarni ko'rsataman. Yumaloq bo'lib chiqadi, 35 sm.
Xo'p, gap qisqa qilgan holatda men sizlarga bularni ham narxlari bilan tanishtirib o'taman. 25 santimetrliklardan boshlaymiz narxlarini. Xo'p, 25 santimetrligimiz $495, keyingisi $550, keyingisi $600. Mana shu ko'rib turgan ikkala 35 santimetrlarimiz $600 narx tashkil qiladi. Kimga shu va shu kabi stanoklar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqargan bo'ladi va bizga aytib o'tishingizdan lag'man chiqarish uchun albatta ko'rsatib to'g'ri turgan xamir qilish kerak, xamir uchun mo'ljallangan meshalkalar ham kerak bo'ladi. Ya'ni qattiq xamir tayyorlaydigan. Bular uchun alohida video qilamiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 25 kilolik oldiga va orqaga xamir qilsa bo'ladigan aylanadi. Ichidagisi oldi va orqaga aylanadi. Shunaqa xamir qiladigan meshalkalar kerak bo'ladi. Albatta to'liq ma'lumot uchun raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin.